Qo'ydim uyimni silkimasini. Assalomu alaykum, onaginam, yaxshimisiz? O'zing yaxshimisan, bolam? Bolalaring yaxshimi? Yaxshi, ona, yurishibdi. Siz uyga kiravering, biz akam bilan hozir kiramiz. Oho, yana yangi mashinami? Senda ham pul ko'payib ketdi, aka. Ha, endi kurkda o'qqa o'xshab uyda o'tirmasdan kecha-yu kunduz ishlaganimizdan keyin olamizda. Xullas, bizneslarim bilan chetga uchadigan bo'lib qoldim. Keliningizni ham uyga tashladim. Onamizga ham 1-2 oy qarab turarsiz. Malol kelmasa. Bu nima deganing? Lekin sen yaxshi pul topasan. Men ishlarim anchadan beri yurishmayapti. Sen qilib bergan sharoitni qilib bera olmasam-chi? Aka, bahona qilmang, 2 oydan keyin olib ketaman. Bo'pti. Kelin bundan keyin kirlarni mana shu bayvida yuving. Oq kiyimlarni oqartiradi, allergiya ham bermaydi. Nevaralarim ham kiyimlarini bemalol shunda yuvsiz bo'ladi. Men ishga ketyapman, bitta yaxshilab duo qiling. Meni ham ishlarim yurishib ketsin. Tanajoning sog', rizqing mo'l bo'lsin, bolam. Yaxshi borib kelgin. Obid, yaxshimiz-a? 2 kundan beri seni qidiraman. 1 yil oldin qarz oldim. Sal cho'zilib qoldi. Qo'limga pul tushishi bilan olib keldim. Rahmat. Avval men pulni ketdan quvib yurardim. Endi pul meni ketimdan quvib yuribdi. Xullas aka, mana shu uchastkani buzib 2 qavatli qilib ko'tarishimiz kerak. Bo'ldi, Obijon. Ha, aka, nimaga harakat? Ukam, yaxshi keldingmi? Mashinang qani? Ishlar birdan orqaga ketdi. Qarzga kirib, mashinani ham sotib oldim. Aytganday, onam olib ketgani keluvdim. Endi senga onamni bermayman. Nimaga? Bitta narsani tushunib qoldim. Ota-onadan kechib, kecha kunduz tinimsiz mehnat qilganing bilan boy bo'lmas ekansan. Haqiqiy boylik ota-onani duosida ekan. Barakani ota-onamni duosidan topganman deydiganlar bitta like bosib qo'yamiz.